Assalomu alaykum bizni ko'rib borayotgan do'stlar. Bu galgi obyektimizdagi korpuslarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, 3 dona eshik, 3 dona deraza, jam bo'lib 6 ta korpus o'rnatganmiz. Mana bu eshikni eski eshiklar bular. Biri 6 ekan, eni bo'yi 220 moslab to'g'irlab tushirganmiz. Xo'p, 2 qanotli eshikka mos kelmagani uchun bu yoniga bitta mana bunday holatda bokovoy qo'yganmiz. Bu bir qanotli eshik. Bir qanoti ochiladi xolos, mana shunday holatda bo'lib, bu bokovoy, gluxoy, bu ochilmaydi bu. Chunki ikki qanotliga sig'maydi. Shuni hisobiga bir qanotli katta qilib qo'yilgan. Bu tomoni ham xuddi shunaqa. Bo'yi 220, xuddi shunaqa. Buni mana shunday holatda bo'lib chiqqan. Bu tomonimizda, ayvonimizda tagini pena blogida urib turib, mana tomonini ham pena blogda urib to'g'irlab narsa qilishar ekan, tepalarini gipsogardon dekor bilan to'g'irlab. Shuning uchun mana shunday holatda qo'yib berdik. Bu bitta ustakamizning uyi, o'zlari o'sha professional usta inson. Bu ayvonda uy qilib yuborar ekanlar, xullas. Mana bu yerga ko'hinni mebel o'rnatishar ekan. Bu mana bu yerga qo'yilmaganini hisobi ko'hinni mebelni hisobi. Bu yer mebel bo'lganda yo'q bo'lib ketadi, devor bo'lib ketadi mana shu yer. Shuni hisobiga 3 ta deraza, bir dona eshik. Eshigimiz ham, derazamizda ham eni 1.10 ga to'shni razmer chiqqan. Eshigimiz 2.40, narigi uy bilan tepasi tenglikka olingan. Derazalarimizni eni 1.10 ga 1.60 lik deraza, o'rtadan bitta ochiladi. Ichkaridagi holatni ko'rsatib o'tamiz. Tashqarini o'zidan alkafon. Alkafonni ham mahkam o'rnatganmiz mana. Bunaqa paldirab qolmaydi. Mahkam o'rnatilgan. Hamma biz videoda ko'rib borilayotgan alkafonlar mahkam o'rnatilgan. Pena quyilib. Xo'p, bularda hammasi shu 10 qo'lga bir xilda ochilgan. 10 qo'lga, sababi derazalarning ruchkalari insonning yuziga qarab turadi, chiroyli turadi. Shuni hisobiga mana shunday holatda bo'lgan. Bu yerga endi bu yerni ko'hnaga moslashyapti ekan. Bu pastiga pena blogdan urib to'g'irlab mana bu yerga podagonnik qilib narsa qilib chiqarishadi. Bu tomonga ko'hinni mebel tushadi. Shuni hisobiga bu hozir ko'rinishda bitcha chiqmagan bo'lishi mumkin, lekin bitgandan keyingi holati inshaalloh chiroyli turadi. Hozirgi mana 6 ta korpusimiz, 3 ta deraza, 3 ta eshikli korpuslarimiz 10 million 100 ming so'm bo'ldi. Mana shu jami summa bo'ldi. Olib kelib o'rnatib bergan seniyamiz shunaqa holatda. Namangan viloyati Kichik Qurama qishlog'i bu yer. To'shni tumani qayerga qarashini bilmayman. Namangan, bizni ish faoliyatimiz Namanganda, o'zimiz To'raqo'rg'on tumanidan, Oqtosh shaharchasidamiz. Namangan bo'ylab qilib beramiz. O'sha vodiy bo'ylab ham imkoniyatimiz bor, inshaalloh qilib narsa qilib beryapmiz. Imkon darajasida. Xo'p. Yana qaytarib o'taman, 10 million 100 ming so'm bo'ldi. Bizni manzillar topmoqchi bo'lsangiz, telefon nomerlarini topmoqchi bo'lsangiz, ekranni nomiga, masalan, teraska deb yozganimiz nomiga bossangiz, o'sha poni narsasi chiqib keladi, yozuvlari, manzil, telefon nomer, Telegram o'tish, bu juda ham oson. Shuni hisobiga biz haligini videoni yuziga yozmayapmiz. Tanishtirib ko'rsatmoqchi bo'lgan holatimiz mana shu holatda. Obyektimizda korpuslari. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.